Assalomu alaykum. Hozir obyektimizda qarang. Unit shkaflarda montaj jarayoni ketyapti. Shunaqa holatki, mana bu shkaflarda o'rnatganingizda tak imkon qadar yuk ko'taradigan holatda o'rnatishingiz kerak. Saydanlar bir osilib ko'ringchi. Qarang. Rahmat. Xuddi mana shu holatda baquvvat bo'lishi shart. Keyin magistralniy kabel tashaganmiz bu yerda qanaqaki pitaniya bilan tak magistralniy optikani, ya'ni shisha tolali 8 tolali kabel pitaniya bilan qo'shib tortilgan. Shunda nimaga bunaqa bo'ladi? Общий zavodda tok o'chgan vaqtda главный serverdan akkumulyatorlardan tok kelib, ya'ni полный zavodda kameralar o'chmaydi hech qachon. Shuning uchun mana shunaqa holat hozir, ya'ni mana shunaqa holat montaj qilib berilgan. Qilib beramiz. Shunaqa holatki, bu juda ham chiroyli va ishonchli, ya'ni texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilingan holatda. Xudo asrasin, kimgadir qanaqadir holat bo'ladigan bo'lsa, birinchi tez yordam va har xil baxtsiz hodisalarni oldini olish uchun ham kerak bo'ladi bu holat. Rahmat. Xizmat bo'lsa, aloqa bo'lsa bemalol aloqaga chiqasiz. Xizmat bo'lsa rahmat.